Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun Agrobank kasb filialida navbatdagi tadbirkorlar uchrashuv Pandrom mahallasida. Kredit masalasida, boshqa masaladan tadbirkorlik qilish uchun kelgan bo'lsanglar, bemalol murojaat qilishga mumkin. Marhamat, keling. Keling. Assalomu alaykum. Siz nomingiz? Eshonqulova Gulnora. Aniqangizni ayting. 99lik 26 79 04. Nima masala kelgansiz? Men chorva bo'yicha. Kreditmi? Nechi pul? Agar iloji bo'lsa 50 million. Kafillarsiz bormi? Ha, kafilimiz bor. Necha kafil bergansiz? Ha? Necha kafil bergansiz? Bir kishi Qayerda ishlaydi kafilingiz? o'qituvchi. Ketlar yo'qmi o'zlarini? Yo'q. Ana. Nechi bor ular? O'ylayman, ishlayman, oltayman ishlayman. Yetadi. Uyingizda mol boqish sharoitingiz bormi? Ha, sharoitim bor. Mol oldim, o'ldi, keyin Yo'q. bo'lmaydimi? Uyga molim yo'q. Qilishim Mol kerak, xo'jangiz bor? sharoitim bor. Em-hashalarmi bor? Hashagi ham to'sib to'qilib, molxona. Hozirda hashagi bor. hashagingiz bormi? Bor. Bor, ko'rishingiz mumkin. Hashaglarni g'amlayman. Hujjatlarni berganmisiz? Ha, hujjatlar. Hozir hujjatlar ikkita etapdan bosqichdan o'tadi. Birinchi underwritingga jo'natiladi. Bu siz ishlamasligingiz tekshiriladi. Kafilingizni ish joyi, ishlashi, ketma-ket oylik tushishi, keyin kredit tarixi tekshiriladi. Kredit olgan, olmagani, qancha krediti bor, qancha yetadi, hammasini tahlil qilishadi birinchi etapdan. Uni o'tmaganiga siz borasiz, tasdiqli kafilingizni borasiz, imzo qo'yib kelasiz. Undan keyin pul yana birorta jo'natiladi, keyin pul chiqadi. Birdan bir borganda hammasi bitmaydi-da, o'shancha keyin. Tushundingizmi? Mana biz to'g'ri chiqarib beramiz. Narxmi? Plastik tashlayverasiz. O'z nomiga plastik tashlaysiz. Ha, narx. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling. Siz nomingiz? Ismim Marat Baxtiyor. O'zingiz ham kirdi? O'zimda. Telefon raqamingizni ayting. 95lik 299 49 99. Nima masala kelgan? Dehqonchilik qilmoqchiman. O'shanda ko'chat olishim kerak, to'liq olishim kerak. 20 so'tga yerim bor. Yoshlarga yo'lingan. O'shanga dehqonchilik qilmoqchiman. Qolganida chorva olmoqchiman. Necha pul olmoqchisiz? 12 pul. Yetadimi uni aytgan pul? 12 pul aytadi. Kafilingiz bormi? Gapirim bor. Kafil taqdim qilgansiz, kafil hujjat bergansiz. Yo'q, shu hozir sizlar kelishdan 5 minut oldin kelib qolishdi. Ha, endi berasiz hujjatni. Ha, Uyda mol boqish ham sharatingiz bormi? Sharatim bor, ha. Sharoitim bor. Ko'chatlarni ham gaplashgansiz, Gaplashganman. Nima ko'chat ekmoqchisiz? Sulton Pexbar. Nima bu? Pomidor. Pomidor. To'lov masala qilmaysizmi? Oyma to'laysizmi? Oyma to'layman. Grafik arzidan shunaqa yozib berasiz. Oyma to'layman. 3 oyda bir marta, 2 oyda bir marta to'layman degan joy yo'q. Oyma grafik to'layman degan. Har bir ish to'laysiz. Bir masala qilsangiz savob. Chiqarib berasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling. Yarashmani farqi. Siz nomingizmi? Barashat Mansur deydi. Sho'roga kelganda ona bolasiga qilib, bolalar varani ochadi, kasha shunaqa narsada. Telefon raqamingizni ayting. 97 222 58 58 To'lash qayerdan bo'ladi? To'lash kim to'laydi? To'lashni biz to'laymiz. Pensiyalar o'zlaridan pensiya Siz olamiz. qiz bilan birga siz bilan birga turadimi qiz? Yo'q, turmaydi. Siz olasizmi, qiz oladimi? Qizim olyapti. O'zi to'laydimi? Ha, o'zi to'laydi. Xo'jayin ishlaydi? Ha, xo'jayin ishlaydi. Xo'jayin asfalt qurish uchun ishlaydi. To'lov masala bo'lmaydi, ha? Yo'q, bo'lmaydi. Uyda mol boqish sharatlari bor. Ha, sharoit. Buncha 20 million. 20 million, ha? Assalomu
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kimni farzandiz? Qosimova. Zo'rayman. Yo'q. Telefon raqamingiz? 88lik. Nima so'ragansiz? Ko'chilikka. Qancha olmoqchisiz? 50 milyon olsak, Hech bir yo'q mashinangiz 50 millionlik. 50 milyon pul olmoqchiman, ikkita olamizda 12 milliondan. Ya'ni 20 olmoqsiz bo'ladimi? 50 milyon olmoqchiman, ko'paytiramanda, sex o'sishini ishchilar olinadi. Mashinaga olamizda. 50 million bera olmaymiz lekin. Chunki 50 millionga boy 12 milliondan bo'lsa ham 4 ta olishingizga to'g'ri keladi. Ikkita kelmaydi ko'paytiramizda, ishxona bor o'zi. Ishxonangiz bor-a? Ikkita qizim ko'chada, o'sha ishchi olmoqchimanda. Ish qilganingiz ham pul kerak emas, ish qolishingiz pul kerak emas sizga. Ko'proq chiqarmoqchimizda. Material ham olasiz. Olamiz. Fotochilarga toshkent. Kafildan taqdim qilganmisiz? Kafilda deyilgan. Hammasi taxlangan. Bular o'zi nohotga Ardinda ochilgan tikuvxonalar Alohida tikuvxona ham bor-a? bor. Bular Ardinda tikuvxona ochishgan. 2 ta 3 ta qiz ishlaydi. Mashinkalarni ko'paytirishib, rivojlantirishmoqchi.